Vazirning har bir amirni alohida valiahd etib tayinlagani. Chorladi har bir amirni so'ng vazir, so'yladi har bittasiga birma-bir. Dedi, sensan noyib Iso dinida, ham seni ko'rgum xalifam o'rnida. Bor amir senga bo'yin sungay budam, qildi Iso barchasin senga qaram. Gar bo'yin sunmaydi senga qay amir, shul zahot o'ldir va yo qilgin asir. To tirikdirman buni sir saqlagin, qilma da'vo yo birovga aytmagin. To tirikman sirni paydo qilmagin, shohlik u zo'rlikni da'vo qilmagin. Ushbu tummor ichra Iso hukmi bor, ber o'qib ummatlariga oshkor. Har amirni birma-bir chorlar edi, sen Xudoning diniga noyib dedi. Har biriga birma-bir aylab karam, ne desa unga gapirdi bunga ham. Har amirga bittadan berdi tumor, har birin lek mazmunida farqi bor. Har tumorning matni har xil sarbasar, xuddi har faksi alifdan yo qadar. Farq etardi har tumor hukmi ayon, biz bu zidlikni burun etdik bayon.